O'zgalarga nafim tegsin deydigan, foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lib, turli kashfiyotlarga qo'l uradigan yurtdoshlarimiz ham bor. Farg'onalik Jahongir Botirov shular jumlasidan. Assalomu alaykum. Mana yangi uslubda sabzi yuvadigan moyka tayyorlashni boshladik. Mana bu moykamizda bironta ham ichida boltgo'y geyka tortish uchun teshilgan joyi yo'q, tekis. Mana stanogimiz umumiy ko'rinishi mana bunday. Bu stanogimiz turbadan yoki bo'lmasam diskadan tayyorlanmagan. Bu lazerli stanokda tayyorlangan, o'ta aniqlik bilan kalsov olingan. Yana bir yangi xususiyati mana bu katta zvyozdichkada turadi bu. Hech qanaqa ishqalanish yoki nima deydi? Ortiqcha bosh og'rig'i yo'q buni. Keyin balansi ham mana o'ta darajada. To'shni balansi. Ayniqsa buni mana bu sabzini olish eshigi juda qulay ishlangan mana. Mana ko'ryapsizmi? Xohlagancha ochilib bekilishi mumkin. Mana. Kimga shunday stanok kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Mana bu tomonida zashta bekiladi. Umumiy ko'rinishi mana shu stanogimizning. Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan